Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, Aziz Ekskavator kanali ishqibozlari, Spes-texnika ishqibozlari, mana yangi partiyamiz kelgan. Nima, bir kubalik pogroshiklarimız, konditsioneri yo'q ekan, turbinasi bor. Uje ikkitasi sotildi. Qolganlari ham sotilyapti. Mana mexaniklarimiz hozir ikki og'iz gapiradi. Aka, fikringiz qanaqa bir kubalik pogroshiklarimız haqida? Nima fikr bildirasiz? Nima tavsiya berasiz tomoshabinlarimizga? Qanaqa ishlar uchun mo'ljallangan? Zo'r xohlagan ish qiladi bu. Ha. Ayniqsa firma sohasidagilarga ham juda qulaylik. Ixcham joylarga kirib chiqishga qulaylik. Ha. Kuchli, yaxshi texnikamiz. Rahmat aka. Ish beradi. Katta rahmat tavsiyalaringiz uchun. Hozir salonni ko'rsatamiz yana. Balandligiga gideta meni bo'yim 1.72 bo'lsa, 2 metr, 2.10 metr, 2.10 santimetr shundayda. Mana salonlari, ventilyator bor, salon juda kichkina, konditsioner shart emas bunga. Tak. Mana motori. Mana birkalari. Motori necha kilovatligini hozir ko'ramiz. Tak, bu yerdan ko'rinmas ekan. Necha kilovatdir ham bordi. Ko'rinmayapti baribir. Mana apparat motor, turbinalari bor. Yaxshi. Olsangiz bo'ladi. Mana joystikda ishlaydi, ixchamgina ventilyator. Bu patsosi mana. Juda ham yaxshi. Leasing qilib ham beramiz. 5000 dollar puli borlar bemalol leasingga olib ketsa bo'ladi. Narxi 13000. Kelaverasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 93lik 320 0550. O'zbekistonda eng arzon narxda Aziz Ekskavator kanalidan olasizlar. Любой joyga solishtiraveringlar. Hammaga tinchlik, nima, salomatlik, hammani Ramazonlari bilan.